Men planlarim bo'yicha bu yoshimgacha hali kambag'allarga yordam beradigan inson bo'lishim kerak edi. Ularga qo'shilib qolishim emas. Bu hammani hayotidan bunday qarasangiz haligi bir nimadirgadir ibrat olsa bo'ladi-yu. Ba'zi odamlar hayotdan kino olinadi, ba'zisininkidan kitob yoziladi. U biznikidan ham bir telenovela bo'lsa ham chiqamikin deyman-da. Gazetada bitta maqola olsa ham hech yo'q. Yo shu reelsmikin bizniki deb o'ylayman-da, to'g'risi. Kredit ham to'ydirdi. Kredit ham shu telefon qiladi, uka kredit vaqt o'tib ketayotgan, to'lab qo'yasizmi deydi. Sizdan olganman aka desam, yo'q deydi. Bankdan olganman-da men, u akadan olmaganman. Ha men telefon qilib hozir aka men oshnangizda qarzingiz bor ekan bering desam, berasizmi menga desam, yo'q deyadi. O'ziga bermayapti, menga qada beradi. Shu